Shahnoza opa, xush kelibsiz. Shu qayqidagi 8-maktabni yaxshi ko'rasiz, nimaga? Bilasizmi, Rasuljon, maktab men uchun bolaligim yodimga soladi. Shuning uchun maktablarni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa Uchqo'rg'on tumanidagi 8-maktab viloyatimizda o'rnak olsa arziydigan maktab deyish mumkin bemalol, chunki bu yerda juda ham ko'p narsa mujassam. Bularni biri, qarang, adiblar xiyobonini bir qanday chiroyli tashkil etishgan, gullar bilan. Mana bunday adiblarimizni, mana Abdulla Qodiriy, Erkin Vohidov, mana Muhammad Yusuf, hammasi mana shu bolalarni o'ziga jalb etadigan darajada juda ham chiroyli tashkil etilgan va menga yana bir eng yoqadigan jihati shu bog'ning ichida ochiq kutubxonaning tashkil etilganligi. Mana qarang, maktab binosini yuqorisida ekran bor. Bu tasvirlarda shu ekranda juda ko'p roliklarni ko'rganmiz. Mana qarang, adiblar xiyoboni yozuvi ham juda ham did bilan chiroyli, barchani o'ziga qaratadigan qilib qilingan. Bu juda ham ajoyib.